Haq to'lab o'rgangan do'g'ab, qodning shirinasini sizga haqsiz deb bersam o'rganamsiz. Bu o'lchamni cho'ngaytib, qaynatib, iqtisodiy qiymat yaratsangiz bo'ladi. O'lchamlik bir qiyam bu. Buningga ketarlik materiallar 250 gram shakar, 1 kilo suv, yana 1 kilo shakar, 250 gram navat, shu 4 tartib bo'yicha materiallar ketadi. Başta 250 gram şekerimizni quruq qozonga nayt bo'sh o'tda eritib kuydirib olamiz. Arqadan 1 kilo suyimizni silib, buni elashtirib qaynatamiz. Başta asrab ketmanglar, qetib oladi, ma'vo sovuq suvni quygandan keyin. Issiq o'tgandan keyin lam eriydi. Keyinidan 1 kilo şekerimizni to'pisiga silib, buni qaynatamiz. Tok qozonda qilsanglarmi, o't qilsanglarmi yoki mechida qilsanglarmi bo'ldi, o't kuchini o'zinglar tengshallashinglarga bog'liq. Şekerimiz yaxshi bir qaynab olgandan keyin navatni solamiz, 250 gram navatni. Navatni silib, normal holatda qaynatib olsak bo'ldi. Bek qaynatib olsak quyilib ketadi do'stlar. Mana shunday chiroyli bir qiyam bo'ldi, tamlik. O'lchamlik holatda chiqadi bu qiyam. Askartish do'stlar, bek qaynatib etmanglar, jumi quyilib ketadi bo'lmasa. Bir lam qaynatsangiz bu navat solgandan keyin. Birinchi qadamdagi shakarni quruq qozonda ko'ydirganda, bek tuvan o'tda ko'ydiringlar. Men qo'shib olishni tuqqanmanlar do'stlar.